Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana yana bir xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Bu xizmatimizda faqatgina ko'rishingiz mumkin oq tunkamizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Qoshga 90 gradusli fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Hattoki kanizlar ham oq rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Bu xizmatimizda ichkari shapka va dorixonalarni qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Shapkalar juda ham go'zal holatda, hattoki burchoylari ham juda ham go'zal holatda keltirilgan. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratidan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunkaning ustma xatlilishi va bukilishi ham bor. Shuni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, mana dorixonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Dorixonalari ham oppoq tunkamizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, biz Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Bu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni unga telefon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.